Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuimiz Excel'dagi tahliliy hisobotlarga juda ko'p yordam beradigan funksiya sum, yes, lemon. Bu funksiyani biz professional darajada sichqonchasiz klaviaturani o'zida ishlashda ko'rib chiqamiz. Mana bizda sum, yes'da jadvalimiz kengroq. Va jadvalimizni ko'rsanglar, o'sha ma'lumotlar tayyorlanib qo'yilgan bu yerda. Bu ma'lumotlarni ham boshqatdan qilishimiz mumkin. O'chirib yuboramiz. Ctrl minus va narsalarni siljib olish kerak. Bizga bu yoqda bunday qilib shift bilan belgilab Ctrl probel va Ctrl plus qilsak, bizda demak bu yerda ombor bilan viloyat yozilyapti. Demak, ombor Alt Enter bilan viloyat. Bunga bunaqa simvol qo'yishimiz kerak. Buning uchun Alt ya vstavkaga kiramiz. Yaga emas, uzr. Alt ruscha S vstavkaga kirdik. O'ng tomonda eng oxiriga qarasak, SI turibdi, simvol turibdi. SI ni bosamiz. Buning uchun katakni ichida turgan bo'lishimiz shart. Escape bilan qaytyapman orqaga. Mana ombor deb yozdim katakni ichida. Chiqib ketmasdan Alt Enterni bosib viloyat deyapman. Va katakdan chiqmagan holatda ko'p funksiyalar mana dostуп yo'q, lekin simvolga dostуп bor. Shuning uchun men glavniy Altni bosaman, yo'l ochiladi. S kerakli bo'limga harfi orqali kiraman, ruscha S va ruscha S I harfi. Simvol ochildi, kerakli simvolni tanlayman, mana yuribman strelkada. Menga bitta bu kerak, enter va menga bitta shift tab bilan orqaga o'tib, bitta strelka pastga kerak, enter bilan tanlayman. Bo'ldi, escape ni bosib chiqib ketaman va aytaman, menga mana bu F2 bilan ichkariga kirib, menga mana bu strelka Ctrl X qilib tepada kerak. Bo'ldi. Endi yana unique funksiyasi bilan yoki text postaltsan bilan viloyatlarni olib chiqaman. Viloyat so'zi kerak emasdi. Funksiyaning ichiga kirib, S2 ni o'rniga S3 qilamiz va sortirovka berib yuboramiz. Qausni yopib qo'yaman oldindan. Ctrl strelkalar bilan sakrab o'tib ketib, sort funksiyasini qo'shib enterni bosaman. Juda go'zal. Endi omborlarni olib chiqishimiz kerak. Barobar transp qausni ochamiz. Sort va unique funksiyalarni olib, unique ichiga Ctrl page up bilan 2 marta bosib listga o'tamiz va omborlarni belgilaymiz. Omborlarimiz ombor ustunida. F3 dan F4328 gacha. Qausni unique-nikini yopaman, sort-nikini va transp-nikini yopib enterni bossam, mana menga ombor 1 2 3 6 7 ketdi. Endi buni kopировать qilib Ctrl Alt V значение. Xuddi shu kopировать Ctrl Alt V значение. Endi bularni kelinglar unique sort boshqa funksiyalari yo'q. Eski Excel uchun qilamiz bitta-bitta. Viloyatlar kerak. Page up bilan Ctrl page up bilan viloyatni belgilayman, kopировать qilib Ctrl page down bilan kerakli listga o'taman. Ctrl Alt V bilan kerakli joyga значениясini tashlayman. Va shu joyda Alt orqali данныйga kirib, sortirovkaga kirib, OK ga o'tib, enterni bosaman, sortirovka bo'ldi. Yana данныйga kiraman, Alt yo U tabni 4 marta bossam OK ga o'tadi, enterni bosaman, tayyor. Ombor listga o'tamiz. Ma'lumotlar bazasiga omborlarni belgilaymiz, kopировать qilamiz va kerakli listga Ctrl page up, page down bilan o'tib, bu yoqqa endi qo'yishdan oldin biz ma'lumotlarimizni sortirovka qilib olishimiz kerak. Ctrl Alt V вставить значение qilamiz va Alt yo ruscha R o'zi OK deb turibdi, enterni bosamiz. 2 paydo bo'lib qolgani
Bu tepada bizda mana alt yorida bosganimizda "Мои данные содержат заголовки" degan bo'lim ochiq qoldi. Shuni o'chirib qo'ysak, mana tepada ham belgilanadi. Yana OK ga o'tib, Enter ni bosamiz. Endi dublikatni o'chirib yuboramiz. Yana alt yo ruscha u Enter. Uzr, tabni bosib Enter. Ana. Endi buni belgilab, kopirovat qilib, biz kerakli joyga Ctrl Alt V deb bosib, qaranglar, bizda 3 ta bo'lim bor bu yerda. Вставить bo'limi, operatsiya bo'limi va пропускать пустые, транспонировать, преобразовать bo'limi. Biz значениясini transponировать qilishimiz kerak. Demak, nima qilamiz? Hozir holatda всеda turibdi. Значениеga strelka pastki strelka bilan tushamiz va tab bilan bitta tab operatsiyaga o'tdik. Yana bitta tab преобразованиеga o'tdik. Endi o'ng tomonga o'tib, probelni bossak transponировать bo'ladi. Yana tab bilan OK ga o'tib Enter ni bosamiz. Aytyapti, ma'lumot bor deyapti. OK ni bosib, biz buni bu yoqqa olib o'tamiz. Ctrl X bilan bitta pastga olib o'tib, Ctrl S qilamiz va bu yerga mana Ctrl Alt V, значение, ikkita tab, transponировать, probel, Enter. Buni o'chirib yuborsak bo'ldi. Bizda jadvalimiz mana tayyor tusga keldi. Bizda bu yerda jami ustuni bor ekan va tepada ham jami ustuni bor ekan. Davr bor, davr boshi bor. Ikkita katak belgilangan bu yerda. Ya'ni объединение qilish uchun alt главныйga kiramiz va bizda ruscha sh da yumshoq shsi bor. Mana. Boshqa exellarda boshqacha bo'lishi mumkin. Shu sh ni bosib, Enter ni bossak, объединение bo'ladi. Kopirovat qilamizda va belgilaymiz. Bu bitta sanani kiritamiz, bunga yana davr oxirini kiritamiz, bunga yana sana kiritib, Ctrl V ni bosamiz. Mana hammasi belgilanib, keraklicha bo'lib qoldi. Endi ma'lumotlarda sum если min orqali tortib kelamiz. Barobar sum если min tabni bosamiz. Diapazon summирования. Formuladan chiqib ketmagan holatda Ctrl Page Up bilan 2 marta bosib jadvalga o'tamiz. Bizda qaranglar A 4301 da turibdi. Shuni Ctrl tepa strelka bilan boshiga o'tib, summaga o'tamiz, ya'ni mana savdosiga belgilaymiz. Ctrl Shift pastki strelka bilan F4 knopka bilan qatiramiz. Nuqta virgul. Birinchi shartni bajardik. Endi keyingi shartlarga o'tamiz. Diapazon условия. Bizda nima bor? Bizda viloyat bor va ombor bor. Viloyatda ombor kesimida savdosini chiqarishimiz kerak. Qaysi viloyatda, qaysi omborda qanaqa savdo bo'layotganini bilishimiz kerak. Buning uchun biz belgiladik. Endi yana Ctrl strelka bilan biz tepaga chiqib olib, viloyatni belgilaymiz. Diapazon условияga viloyatlarimiz qaysi ustunda uchrashi mumkinligini belgilaymiz. Ctrl Shift pastki strelka. Yana qaytaramiz. Nuqta virgul. Endi условия deyapti. Ya'ni viloyatni o'zini tanlaymiz bu yerda. Yana listga qaytamiz. Qaytib, mana biz hozir C5 da turibmiz. Chapga bitta yuramiz. Agar sizlarda yurmayotgan bo'lsa, formulani ichida yurayotgan bo'lsa, F2 knopkasini bossanglar, formuladan tashqariga chiqadi. Belgilaganimizdan keyin endi bu yerda qatirishimiz shart. Chunki formulani hozir barcha omborlar bo'yicha tortamiz 10 ga. 10 ga tortganimizda Andijonimiz birinchi omborning tagidagi katakka C5 ga o'tib qoladi. Bu o'tmasligi uchun F4 knopkasini 3 marta bosamiz. Shunda dollar belgisi B dan oldin, ya'ni ustunni nomidan oldin bo'lyapti. Bu degani ustun o'zgarmaydi, qator o'zgaradi degani. Nuqta virgul, shift, agar klaviaturangiz ruschada bo'lsa, shift 4 ni bosasiz. Ikkinchi условия bu omborlarni tanlashimiz kerak. Yana Ctrl Page Up bilan ma'lumotlarga o'tamiz. Ctrl tepa strelka bilan omborni belgilaymiz. F4 knopkasi bilan qatirib, nuqta virgul, kerakli listga o'tib, tepaga chiqsak ombor belgilanadi. F4 knopkani 2 marta bossak, endi qator qatidi, ustun siljiydi. Ya'ni formulani pastga tortsak, 4-qatorda qatib turadi. Formulani pastga tortsak,
viloyat pastga tortiladi, ombor pastga tortilmaydi. Formulani o'ngga chapga siljitganimizda viloyat o'zgarmaydi, ombor o'zgaradi. Bo'ldi. Qausni yopamiz. Ikkita usloviyamizni berdik, enterni bosdik. Endi yana bitta narsani hozir tashlab o'tib ketdik. Biz davrga ma'lumotni kiritmadik. Ya'ni davr belgilaganda ma'lumotlar ham o'zgarishi kerak. F2 knopka bilan biz formulani ichiga kiramiz. Qausni o'chirib, nuqta virgul qilamiz. Va yana o'sha ma'lumotlar baza listimizga o'tib, Ctrl tepa strelka. Mana menda hozir formulani ichida yuribdi. Shuni F2 knopkasi bilan qilsak, biz o'zgaradi mana. Va men mana ko'ryapsizlarmi? Sen siljib ketding, boshqa listda turib deyapti. Chunki men boshqa listga formulani ichida turib o'zgarib o'tib ketdim. Da'ni bosaman, formula menga yopib beradi. Yana F2 ni bosib, qausni o'chirib, yana F2 ni bossam, menga endi mana bemalol chiqib ketsa bo'ladi. Nuqta virgul qo'yaman va page up bilan boshqa listga o'taman. O'tganimdan keyin men mana ustunda tanlashim kerak. Ustunda tanlashim uchun bizda mana sana ustunini belgilashimiz kerak. Sana ustuni endi belgilashimiz uchun biz yana o'sha Ctrl strelka bilan o'tamiz. Belgilaymiz kerakli sanani va F4 knopkada qatiramiz. Bizda qaranglar, mana boshiga o'tib ketib qoldi. Ko'ryapsizlar? Chunki men F2 ni bosganimda boshiga o'tib ketib qolganman. Buni o'chirib yuboramiz. Buni klaviaturada ham qilsangiz bo'ladi. Escape ni bossangiz orqaga qaytib ketadi. Mana o'ngga chapga yursam, formulani ichida yuribman. F2 knopkasini bosib, o'ngga chapga yursam, mana formulani ichida emas, o'sha ma'lumotlar belgilaydigan joyda yuribman. O'chiramiz. Ctrl page up bilan listga o'tib, mana Ctrl tepa strelkani bosaman va sanani to'liq tanlayman. B3 dan B4328 gacha. Qatiramiz. Nuqta virgul qo'yamiz. Endi aytishimiz kerakki, bizda boshlang'ich sanadan boshlab hisoblash kerak. Demak, qo'sh tirnoq ochamiz. Ingliz tiliga o'tganimizda ruscha B bilan U klavishimizda strelkalar bor. Uchburchaklar. Shuni aytamiz biz. Strelka o'ngga, uchi o'ngga bo'lgan strelkani qo'yib barobar qilamiz. Bu nima degani? Bu sanalar belgilagan ustunimizdan biz bergan katak kichkina bo'lishi kerak degani. Shu sanalarning ichidan biz aytgan bitta sana kichkina bo'lishi yoki teng bo'lishi kerak degani. Qo'sh tirnoqni yopamiz va ampersand, ya'ni shift 7 ingliz tilida klaviaturani ingliz tiliga o'tkazganda shift 7 ni bosamiz. Endi bu yerda Ctrl page down bilan kerakli listimizga o'tib biz boshlang'ich sanani belgilashimiz kerak. Boshlang'ich sana rasmga qarasanglar D ustunida turibdi. D2 da mana. Va qatiramiz F4 knopkasi bilan. Batomon qatiramiz, siljimaydigan qilib. Endi yana nuqta virgul qilsak, endi oxirgi sanadan kichkina bo'lsin deymiz. Bu yerda biz yana listdan listga olib o'tmaymiz. Yana F2 knopkasini bosib, formulani ichiga kiramizda shift bilan, Ctrl bilan chapga siljishni boshlaymiz. Mana belgilanyapti. Bizga qayerga kerak? Mana ma'lumotlar bazasi boshlanishidan kerak. Mana bu yerdan kerak. Copyright qilib, bitta o'ngga yuramiz. Yana joyimizga qaytib keldik. Ctrl V deb bossak, biz sanani ikkinchi marta qo'ydik. Bizdan D2 ni o'rniga nima kerak? H2 yumshoq H ni yozib olamiz. Mana. Va strelkamizni teskariga aylantiramiz. Ya'ni o'sha sanalar bor ustun biz sanani belgilagan sanamizdan kichkina yoki teng bo'lsin deyapmiz. Oxirga o'tib nuqta virgul bu yerda ortiqcha qausni yopib enterni bosamiz. Va aytamiz 1-yanvar deb turaylik hozircha. Formatini o'zimizga qulay qilib olamiz. Menga misol uchun formati boshqacha kerak. To'liq raqam ko'rinib turishi kerak. Buning uchun alt ni bosaman, glavniyga kiraman va formatini o'zgartiraman. Число bo'limida uni
ruscha ch turibdi. Все formati bo'lib turibdi hozir. Shu ch deb bosib, pastki strelkani bossam ochiladi. Kratki format dat edi tanlayman. Endi buni kopировать qilib, bu yoqqa вставить qilib yuborsam bo'laveradi. Formati ham o'tib qoladi. Buni aytaman. 15-yanvargacha. Mana summa chiqdi. Endi buni men kopировать qilaman yoki Andijonga o'taman, pastga tushaman jamiga, 10 ga o'tib turib, bitta tepaga Xorazmga ko'tarilib, Ctrl Shift tepa qilaman va Ctrl D qilaman. Mana duplikat qildi. Endi xuddi shuni o'ng tomonga duplikat qilishim uchun shu holatda Shift 10 ga siljiyman bitta ombor 6 gacha va Ctrl inglizcha R harfini bosaman. Qarabsizki, hamma formula olib o'tildi. Bezak qoldi xolos, itoglar bilan chiqarish. Davr oxiri. F2 Home Shift bilan belgilab, katta D qilib Enterni bosamiz. Buni o'zgartirsak, ma'lumotlar ham o'zgaradi. Jami kerak, umumiy belgilab turib, Ctrl Shift o'ng tomon bitta, ya'ni tusham o'taman, Shiftni bosib Ctrlni qo'yaveraman bu holatda va shu holatda Ctrlni qo'shib Shiftni bosib pastga tushaman va Ctrlni qo'yaverib bitta pastga tushaman. Mana belgilandimi? Shu holatda Alt Enterni bossam, Alt barobarda, itoglarni ham chiqarib berdi. Buni formatini chislovoy qilish kerak. Ctrl Shift 1 va Alt ya 9 2 marta. Sentrga olib kelib qo'ysak, Alt ya E1. Juda chiroyli. Ma'lumotlarimiz to'g'ri kelyapti sekin-sekin. Shapkani to'g'rilaymiz. Alt ya E1 o'rtaga olib kelamiz. Buni ham jamini o'zini Alt ya E1 va bizda rasmni hozir keltiraman. Rasmni qanday sichqonchasiz belgilash mumkin? Ctrl inglizcha G deb bosganimizda bizda mana переход degan oyna ochiladi. Shunda выделить ga kirishimiz kerak. Выделить ga strelka bilan kirsak bo'ladi yoki yaxshilab ahamiyat bersak, выделить knopkasini V harfiga chizib qo'yilgan. Klaviaturamizni ruschaga o'tkazib, shu Alt bilan ruscha V deb bossak, bizga o'sha выделить knopkasi orqali keyingi oynaga dostуп ochiladi. Bu yerdan biz выделить obyektini tanlashimiz kerak. Eng pastda o'ng chap tarafda obyekti turibdi va B harfini tagiga chizib qo'yilgan. Alt B Enter. Mana hozir bizda tepaga qarasanglar, glavniy vstavka bo'limlarini qatoriga qarasanglar, o'ng tomonda format risunka turibdi. Bu degani biz rasmni belgiladik degani, ushladik degani va strelkalar bilan rasmni siljitsak bo'ladi. Mana bemalol pastga tushirib ko'ryapsizlarmi? So'z ko'rib olamiz. Demak, qaranglar, rasmda davr boshi, davr oxiri, jadvalimizni shapkasi va jami qator bilan jami ustunimiz noodatiy ramka bilan belgilangan. Xo'p, rasmni yana o'ng tomonga siljitib turamiz, strelkalar bilan Escape bilan rasmdan chiqib ketamiz va belgilaymiz. Mana buni belgilaymiz, Ctrl B qilamiz, jирный qilamiz va ramka qo'yamiz. Glavniyga kirib, ikkita G deb bosamiz va eng pastida другие границы ruscha G deb bosamiz. Mana bunda bizda srazu mana tip liniyada turibdi, o'zi bitta chiziqda. Biz chapga yurmaymiz, granitsada turibmiz. Tab bilan bosib tip liniyaga o'tamiz. Yaxshi ahamiyat beringlar. Mana sichqonchada ko'rsatib, mana yerda mana yonib turibdi. Bu degani sen mana yerda turibsan degani. O'ngga tepa chapga strelka bilan mana yurishimiz mumkin. Bizga ikkitalik granitsa kerak. Tabni bosib turib, tsvetga o'tamiz. Rangini o'zgartirmaymiz. Yana tabni bosamiz. Endi nimani belgilayapti? Polностью granitsani belgilaymiz. Propelni bosamiz va yana tab bilan biz hozir mana bu yoqqa o'tib qoldi. Chunki oralarini boshqa qilish ehtimoli bor. Voy, ezilib qoldi, uzr. Tab bilan biz o'tamiz. Mana mayer deydi, hozir o'zgartirib qo'yay. Tab bilan biz rangga o'tamiz, rang kerak emas. Yana
chizishga o'tamiz. Biz aytamiz, mana bunavi внутреннийga kelib, strelka bilan probelni bosamiz va OK ga o'tib turib, enterni bosamiz. Qalay. Bittasini qilib oldik. Biz copyright qilamiz va boshqalarga ham Ctrl Alt V deb bosib, formatini tanlab enterni bosamiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Endi jamimiz bizda chislovoy bo'lib qoldi. Alt ya Ch deb bosib, общий qilamiz. Buni copyright qilib, Ctrl Shift chap tarafni bossak, полностью belgilanadi va Ctrl Alt V Z bossak, значениyaga o'tib enterni bosamiz. Значение qilib yubordim. Uzr, format qilishim kerak edi. Copyright qilib Ctrl Alt V formati enter. Mana. Endi buni bunday перенос qilib yuborishimiz kerak. Alt ya Y2. Mana. Davr boshini ham xuddi shunaqa qilishimiz kerak. Buni olamiz, copyright qilamiz. Bu yerda hozir объединение yo'qolib qoladi, chunki mana bu katagimiz объединенный emas. Alt Ctrl Alt V formati enter va Ctrl Alt Sh deb bosamiz. Alt ya Sh deb bosamiz, enter deb bosamiz. Mana объединение bo'ldi. Copyright Ctrl Alt V formati enter. Ctrl Alt ya Y2 va o'zgartirish uchun buni uzunligini yoki visatasini formatiga kiramiz. Bu formati qayerda? Glavniyga kiramiz. Alt ya o'ng tomonda TF turibdi ruschada. Yecheyki bo'limda. Format. Shunga kiramiz. TF da ruscha T deb bosamiz, qo'yib yuborib F deb qo'shamiz. Va bu yerda mana автоподбор ширины столбца va автоподбор высоты строки ruscha A deb bossak, bizda mana o'zgarib qoldi. Xuddi shunday bular bilan ham ustunlarni belgilaymiz. Ctrl probel bosib, Alt ya Tf B enter. Mana. O'rganib olgan saris ishingiz yana ham yengillashadi. Endi biz mana uni belgilaymiz. Bu diapazonda qarasak bizda mana yashil turibdi va faqatgina qatorlar chizilgan. Demak, Alt ya R1 bu rang berish, yashil rangini beramiz. Va bizda raqamlarimiz qizilga bo'yalmagan, minus mana 11 million. Alt ya deb bosamizda, mana bu yerda mana bu RF deb bosishimiz kerak biz. RF bu format ячейкаga kiradi bizga. RF ruschada. Va число deb bo'limda turibmiz. Tab bilan biz mana числовойga o'tib, yana tab bilan числовойni ichiga o'tamiz. Bizga ikkita kerak emas. 0 разделительga probel bosamiz, tabni bosib, endi bu yerdan pastga tushib uni tanlaymiz. Yana tabni bosib OK ga o'tib enterni bosamiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Chizishimiz kerak. Yana alt ya uzr, bunday belgilashim kerak ekan. Alt ya G qilib endi другие liniya qilamiz. Biz tab bilan liniyaga kirib, kerakli liniyani tanlaymiz. Tabga o'tamiz. Buni qilamiz, buni qilamiz. Tab bilan yuraverasiz, o'taverasiz. Va tab bilan OK ga o'tib enterni bosamiz. O'rgangunizcha sekinga o'xshaydi. Qo'lingiz kelib olgandan keyin sichqonchada qilgandan ham tez qilasiz. Endi bizda raqamlarda bo'yash qoldi. Alt ya R1 mana rangni tanlab copyright, bu yoqqa Ctrl Alt V formati. Jadvalimiz tayyor bo'ldi. Bu videoda sizlarga nimani o'rgatmoqchi bo'ldim? Sizlarga klaviatura sichqonchasiz ham ko'p narsani qilsa bo'ladi. Shuni o'rgatmoqchi bo'ldim. Chunki men o'zim offline darslarimda faqatgina klaviaturada ishlashni o'rganamiz. Faqat svodniy tablitsa bilan условный formatirованiyada klaviaturada juda ko'p vaqt ketishini nazarga tutib,
sichqonchada ishlatamiz uni. Qolgan narsalarda klaviaturada ishlaymiz. Bu bitta sizga professionalizmni qo'shadi deb o'ylayman. Endi bizga jarayonni o'zgartirsak, 31 summalar o'zgaradi. Ko'rinmay qoldimi? Biz ustunni belgilaymiz. Alt TFB enter. Qaranglar. Hozir avtopodborda men tezda qildim. Sichqonchada qilgandan ko'ra. Kuzatganinglar uchun rahmat. Izohlarda sizlarning fikringizni kutib qolaman. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Tanishinglarga yuborishni esdan chiqarmanglar. Rahmat, salomat bo'linglar.